Komissiya a'zolari bugun hurmatli komissiya a'zolari bugun suhbat tanlov bosqichi vazirlikning davlat tilida ish yuritish bo'yicha vazir maslahatchisi lavozimiga o'tkaziladi. E, Test bosqichidan ikki nafar e, nomzod o'tgan. Hozir birinchi nomzod Kanayev Oybek to'xtatilishni taklif qilamiz. Hurmatli komissiya a'zolari, birinchi nomzodimiz Kanayev Oybek To'xtaraliyevich 1981-yil Namangan viloyati Chust tumanida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy. Namangan davlat universiteti, O'zbekiston Milliy universitetini ona tili va adabiyoti jurnalistika yo'nalishlari bo'yicha tamomlagan. Hozirgi kunda Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasida nashriyot matbaa xizmati muharrir lavozimida ishlab kelmoqda. Oybek aka, yaxshi keldingizmi? Hozir sizga o'sha vakansiya Argus.uz platformasidan tasodifiy savol beriladi. O'sha savollarga ketma-ketlikda javob berishingiz mumkin. Marhamat. Rasmiy uslubning asosiy xususiyatlari nimalardan? Ras, ras, Rasmiy uslubning asosiy xususiyatlari nimalardan iborat? Rasmiy uslub boshqa ilmiy badiiy uslublardan farqli ravishda yozilganda aniq va lo'nda, qisqa, hammaga tushunarli tarzda qisqartma so'zlardan iborat bo'lmasligi kerak, hammaga tushunarli holatda yozilishi kerak. Rasmiy uslubning xususiyatlari shu. Xolislik, betaraflik. Albatta u narsalar bor. Xolislik, betaraflik, komponentlik uslubida bo'ladi. Hujjatlarni davlat tilida rasmiylashtirishda qanday me'yoriy talablar mavjud? Hujjatlarni davlat tilida rasmiylashtirishda albatta til me'yorlariga rioya qilgan holatda, davlat tiliga hurmatni saqlagan holatda, keyin uslubiy, grammatik, punktatsion tomonlarni hisobga olgan holatda tuziladi. Atamalarni tanlashda qanday manbalarga tayanasiz? Atamalar endi har xil sohadagi atamalar bo'lishi mumkin. O'sha yo'nalishiga qarab turib, masalan, toponimlar, gidronimlar, shu joy nomlariga qarab turib, o'sha atama qaysi yo'nalishga mosligini bilgan holatda, o'sha imlo lug'atlariga asoslangan holatda manbalarga asoslanadi. Hujjat matnida uslub va imlo talablariga qanday amal qilasiz? O'sha boya yuqorida aytgan jihatlarim, hujjat matni uslub va imlo talablari grammatik jihatdan to'g'ri yozilgan bo'lishi kerak, uslubiy jihatdan endi qaysi yo'nalishda yozilganiga qarab rasmiymi, publisistikmi, endi rasmiy idorada bo'lgani uchun albatta u rasmiy uslubda yoziladi. Yuqorida aytganim imlo asosiy e'tiborda chetdan qoladigan narsa imlo, grammatik, uslubiy jihatdan xatoliklarga yo'l qo'yiladi. Shu narsalarni e'tiborga albatta olinadi. Rasmiy hujjat turlarini sanab bering. Rasmiy hujjat turlari
qarorlar, e, qonunlar, qarorlar, farmonlar, farmoyishlar, e, vazirliklarning o'zini buyruq va farmoyishlari, e, mahalliy davlat hokimiyati hokimiyatlarini qarorlari va rasmiy hujjat turlariga. Yo'q, uni davomida yana bo'ladi-da, bayonlar bor. Ariza ham kiradi. Misol uchun siz ishga ham kirishingiz va ishdan Ha, bo'shashingiz ham ariza. arizada. Keyin bitta ikkita narsalar to'ldirib ketsak bo'ladimi? Misol uchun mana atamalarni tanlashda qanday manbalarga tayanasiz degan savol bo'ldi. Endi misol uchun davlat tilidagi izohli lug'atlar bor. To'g'rimi? Birinchi o'rinda izohli lug'atlarni ham aytib o'tishingiz kerak. Yo'q, mana hozir yana to'ldirib ketay. Mana endi hozir hayajondaman. Gapirsin, keyin eshitaverasiz. Yo, mayli, marhamat. Mayli, eshitay. Yo'q, men shuni eslatib qo'ymoqchi edim. Masalan, davlat tilidagi izohlar, keyin toponimika deyapmiz, terminologiya lug'atlari bor. Masalan, suv xo'jaligida bo'ladigan bo'lsa, masalan, bizda institutlarimiz tomonidan o'sha irrigatsiya, melioratsiya sohasidagi terminlarning lug'atlari bor. Ana o'shalarni aytib o'tishingiz kerak edi. Endi Keyin- ensiklopediyalar ham bor, hozir to'ldiradigan. O'shadan ham foydalansa bo'ladi. Ma'lumot o'rnida. To'g'ri. Ha. Imloviy lug'atlarda men turi ko'payib ketgan. Sinonimik, antonim lug'atlar bor, paronim lug'atlar bor. Endi ko'pda turlari, hammasidan foydalanish mumkin. Keyin anaqada hujjat matnida uslub va imlo talablariga qanday amal qilasiz deganda o'zbek tilini imlo qoidalari amal qilish kerakda, to'g'rimi? Albatta. Hujjat matnida qanday uslub anaqa imloda birinchi o'rinda o'zbek tilini imlo qoidalariga amal qilish kerak. Keyin rasmiy uslub talablari, atamalar lug'atiga tayanish. Keyin va shuni ichida yana matnni yana bir bor tekshirib, birinchi bor tekshirib ko'rish. Hozir yana to'ldiradigan o'sha kerak bo'lgan vaqtda, o'sha normativ hujjat tayyorlanayotgan vaqtda agar kerak bo'lib qolsa, endi lingvistik ekspertiza degan nima ham bor. Lingvistik ekspertizadan o'tkaziladi, mutaxassislik. O'sha filologiya fanlari bo'yicha ilmiy darajasi bor mutaxassis jalb qilib, lingvistik ekspertizadan o'tkazish ham bo'ladi. Ikkinchi savolingiz ham shu bilan bog'liq edi. Hujjatlarni davlat tilida rasmiylashtirishda qanday me'yoriy talablar mavjud deganda, imlo va uslub qoidalariga rioya qilish, rasmiy uslubdan foydalanish, hujjat rekvizitlarini to'g'ri joylashtirish va tasdiqlangan shakllarga amal qilish talab etiladi deb javob berish qisqa lo'ndaroq bo'lardi. Rustam Jo'rayevich, sizda qanday savollar bor? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Eshitilyaptimi? Ha, eshitilyapti, yaxshi. Oybek aka, hozir qayerda ishlayapsiz? Hozirgi ayni vaqtda O'zbekiston Milliy universiteti nashriyot matbaa xizmati va uni nimasida Infolib degan ilmiy jurnal bor. O'shanda muharrirman. Endi bizda hozir mana hozir ko'p xatlar, hujjatlarda lotin yozuvida yozilyapti-da. Lotinga o'tildi 24-yil 1-yanvarda. Shu bo'yicha ham endi eskini ko'proq yosh kattalar kirillda ishlaganda, lotin bo'yicha ham hujjatlarda so'zlarni qanday yozilishi haqida bilasizmi? Albatta. Nima deydi? Endi hozir Oktyabr so'zi qanday yoziladi? buni qoidasi borda, yelashgan tovushlar bor. Ye, yu, ya, ularda undoshdan keyin keladigan bo'lsa, oktabr yesi tushib qolinadi. Masalan, kostyumda ham kostyum yoziladi. Lekin qo'pol eshitiladi, u qonun talabi shunaqa. Sirtda shunaqa-yu, undoshdan keyin kelsa, bitta se yoziladi, tez tushib qoladi. Agar unlidan keyin keladigan bo'lsa, tse yoziladi. U qoidasi shunaqa-da. Unda qanday yoziladi? Oktabr. Oktabr deb yoziladi. Kostyum ham qo'pol eshitiladi, kostyum yoziladi. Alyumin ham qo'pol eshitiladi, alyumin yoziladi. Chunki undoshdan keyin kelgandan keyin shunaqada. Rahmat. Endi bizda
mana bu til bo'yicha maslahatchi ko'p mana Shuhrat aka biladi. E, Rasmiy yig'ilishlarda vazir tomonidan doim Shuhrat akaga bitta lirik chekinish qilib bering deydida, bir g'azal yo she'r so'raydida. Aha. Sizda ham eng yaxshi ko'rgan shoirni, yozuvchisini g'azalmi, balkim baytmi yo she'r bilasizmi? Bir kuflet aytib beringchi. Alisher Navoiydan bo'laversin endi g'azal Bo'laveradi endi. Men o'zingiz hozir Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kitobxonasi nashriyot manbada ekansiz. Orazin yopqach ko'zimdan sochilur har lahza yosh, bo'yla kim paydo bo'lur, yulduzni ham bo'lg'ach quyosh. Shu g'azalida Shuni tarixini aytib beringchi. tarixi buni yozilishda shu o'zi ikki bayt ikki misra she'rni ustozi agar mumkin bo'lganda 10,000 baytli asarimga almashtirgan bo'lardim deydi. Kim? Sababi Abdurahmon Jomiy. Abdurahmon Jomiy. Buni 7 yoshda yozilganda o'zi bu. 7 yoshda shunchalar bir falsafiy kuchli yozib qo'ygan. 7 yoshdami, 4 yoshidami? 7 yosh. 7 yoshida. 4 yoshida Yana bilasiz? mantiqut tayyor. Yodlagan, Mantiqut Tayyorni yodlagan. Fariduddin Attorni Mantiqut Tayyorni yodlab tamomlagan. Nima degani mantiq tayyorlagan? Qush tili, qush Mantiqut Tayyor qush nutqi. Qush nutqi. Unga asoslanib Lisonu Tayyorni yozgan Alisher Navoiy qush tilidir. O'shani sharhlab beringda, o'sha Orazin yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza Mana yosh. Xorazm faqat O'ylakim paydo bo'lur, yulduz nihon bo'lg'ach quyosh. ko'zni yumganda deydi, qattiq yumganda ko'zda ular yulduzga o'xshagan narsalar chaqnab ketadi-yu. Xuddi o'shanga qiyoslaganda endi ilhom degan san'at bor adabiyotda. Ilhom degan san'at ikkilantirish deydi. Bitta ma'noni o'rniga ikkitani qo'yadi. Masalan, hozir endi lirik chekinish bo'lyapti, shuni aytib berayin sizlarga. Bo'ying sarvu sanuv bardek belin qil, vafo qilgan kishilarga vafo qil. Yoki bosh qo'yay dedim oyog'i tuprog'iga dediy qo'y, bo'lsa istab lali rangni so'rsa bersa dediy ol deydi. Qizga aytayaptiki, bosh qo'yay dedim oyog'i tuprog'iga dediy qo'y deb qizga so'rasa ma'nosini aytyapman endi. Ya mayli Oybek aka, kichiklashib ketyapmiz, juda ham uzoqlashib ketyapmiz. Masalalarimiz boshqa edi. Mana oy bilan quyosh hech qachon bir-birini ko'rmaydi, to'g'rimi? Oshiq bilan yor. Bu bekorga buni yana ko'rib olasiz. Ikkovi hech qachon bir-birini vasliga yetisha olmaydi. Bekorga ikkita anaqa uchun butun boshli ijodimni beraman demagan. Juda go'zal narsa. Mayli, uni anaqa qilamiz. Rustam aka, menda savol bor edi, til bilan. Marhamat. Mana hozir biza zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalari degan tushuncha borda. Masalan, davlat tili bilan zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qanday bog'liqligi bor? Masalan, sizni biz ishga oladigan bo'lsak, nimada qanaqa bunaqa qilasiz? Masalan, nimada ko'rasiz shuni? Davlat tili bilan zamonaviy axborot kommunikatsiya texnologiyalarining bir-biriga bog'liqligini. Shuni tushuntirib bering. Davlat tili va zamonaviy axborot integratsiyalashuvi bog'liqligi. Endi bu nimani aytyapsiz, internet tarmog'ida aytyapsiz-da, to'g'rimi? Juda ham agar men tushunayotgan bo'lsam, ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha davlat tilida umuman qonun qoida me'yorlarga e'tiborsiz juda ayanchli holatda nimada agar sizni savolingizdagi men shunaqa tushunayotgan bo'lsam, se so'zini boshqacha talqinda yozib, umuman to'rt shaklida yozyapti. Yo'q, mana qarang. O'zim javob bersam bo'ladi. Mana zamonaviy axborot texnologiyalarini internet tushunadi. Xo'p, hozir internetda eng ko'p anaqa oldinlab ketayotgan yo'nalish bu sun'iy intellekt degani. To'g'rimi? Til sohasida sun'iy intellektdan foydalanish mumkinmi? Mumkin. Bizlarda misol uchun ovozni nutqqa aylantirish, nutqni ovozga aylantirish
Sizni misol uchun anaqangizni tekshirib ko'rish matnni, deylik tarjima qilib berish yoki bu tildan bu tilga olish, bu tildan bu tilga olish. Mana shu narsalar zamonaviy axborot texnologiya. Shuni nazarda tutadi. To'g'rimi? Sun'iy intellektdan foydalanishni misol uchun joriy qilish, tizimdagi tashkilotlarga masalan o'rgatish, o'zimizda yo'nalishda sun'iy intellektdan qanday foydalanishni emas, foydali yaratilgan imkoniyatlarni odamlarga tushuntirib berishimiz ham kerak. Tushunarli. To'g'ri? Shu ma'noda. Keyin mana shu konsepsiya bor. Xabaringiz bormi, o'qigansizmi? Til bo'yichami? Ha. 10-yildan 30-yilgacha bo'lgan. 20-yilda. 30-yilgacha. Ha, 2020-yildan 30-yil. 2030-yilgacha. 684-sonli qaror bo'yichami? Ha, o'shani. Vazifalarini ayting. Mana keyin boshqa savol yo'q deyapti. Ma'naviy ma'rifiy ishlarni tubdan takomillashtirish, uni endi 3 marta shu qaror farmon chiqdi. Qaror farmon emas, qaror chiqdi. Prezident qarori 17, 19, 21-yilda bu bo'yicha. 19-yilda o'sha 20, 30-yillarga mo'ljallangan konsepsiya ishlab chiqilgan. Yo'q, 20-yilda chiqqan bu. 20-oktyabr. 20-oktyabr. 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish konsepsiyasi qisqa qilib. Ya biz uni masalan sizga farmonni nomini yo konsepsiyaning nomini so'ramayapman. Shu esingizda qolgan. Masalan, o'zbek tilini rivojlantirish 10 yillik konsepsiyasida masalan vazifalar qo'yilganda, har bitta tilchi masalan bilish kerak. O'sha vazifalardan esingizga kelganini, ikkita, uchtasini aytib bering. Ozgina Ha. ancha bo'ldi-ku, nima qilganimga esdan chiqib ketdi. Misol uchun eng muhim vazifa o'zbek tilini ijtimoiy ahamiyatini oshirish jamiyat. Davlat tili sifatida nufuzini yuksaltirish, ularni yoshlar ongiga singdirish, nima allomalarimizni, tarixda yashab o'tgan allomalarimizni o'sha orqali-da. Endi bizning g'ururimiz, faxrimiz-ku baribir endi davlat tili sifatida ular katta ishlarni amalga oshirgan. O'shalarni tanish orqali davlat tilini nufuzini tubdan isloh qilish va rivojlantirish mo'ljallangan. Endi bu bitta yo'nalish emas, hamma. Yana bitta ikkita shunaqa yo'nalish ayting. Masalan, yana siz ham men aytganimni izohlab beryapsiz. Ikkinchi bir yo'nalish. Ta'lim tizimida til o'qitishni yana ham takomillashtirish. Misol, konsepsiyaga qo'yilgan. Tilda o'qitishimiz kerak-ku yosh avlod. Ikkinchi masalan bitta yo'nalish. Bunaqa yo'nalish televideniya sohasida ham yo'lga qo'yish, rivojlantirish, yangi ustoz shogird yo'nalishlarini ochish taklif kiritilgan. Umuman boshqa tashkilotlarda ham, vazirlik, idoralarda ham bu narsa yo'lga qo'yilgan. Butun nimani qamrab olganda qisqasi. Boshqa Savolimiz bor. Assalomu alaykum yig'ilish qatnashchilari. Assalomu alaykum Rustam aka. Assalomu alaykum. Rustam aka, ruxsat bersangiz aka, nimamiz bor edi? Bir ikkita savollarimiz bor edi. Shu Oybejonga. Assalomu alaykum Oybejon, yaxshimisiz? Suv xo'jaligi vazirligi yuridik boshqarmasidan Solih Faxriddin aka Ergashevich bo'laman. Meni savolim shundan iborat, qarang. Ikkita nimasini beraman. Bittasi mana qonun bilan, ikkinchisi o'zingizni haligi lirik, klassik yozuvchilarimiz nimasi bilan, dunyoqarashi bilan. Tak, mana hozir kunda o'zbek tili davlat tili to'g'risida maqom berilgan. U qachon qabul qilingan hamda uni bajarmaganlik uchun qanaqa javobgarlik belgilangan? Rahmat. O'zbek tilining davlat tili qonuni 1989-yil 21-oktyabrda qabul qilingan. 95-yilda o'zgartirishlar kiritilgan. Uni bajarmaganlik uchun 4-moddasi 9, 10 moddalarida kamsitadi. Bajarmaganlik yo'q, buni davlat tilida aynan falon qoidada deyilmagan. Davlat tili to'g'risidagi qonunda 4, 9, 10 moddalarida keltirib qo'yilgan. Unga kamsitlik munosabatda bo'lish, davlat tiliga behurmatlik qilish, tegishli
qonun qoidalar bo'yicha jazolanadi deyilgan. Mayli. Keyingi nimamiz savolimiz shundan iborat. Qarang. Mana hozir qancha rivojlangan davlatlarga borsangiz, birinchi o'rinda milliy g'ururni qo'yadi. O'zini mentalitetini, to'g'rimi? Urf-odati, o'zini qonunchilikni birinchi o'ringa qo'yadi. Biz O'zbekistonda hozir shunga e'tibor berilyaptimi? Mana bir xilgi joyga borsangiz, birinchi o'rinda davlat tili to'g'risida qonunda aytilgan davlat tilida yoziladi birinchi qator, keyin tagiga hind yo bo'lmasa ingliz tili yo o'sha Xitoy tilida yoziladi yo rus tilida deb yozilgan. Ko'p joylarga boradigan bo'lsak, buni aksini ko'ryapmiz-da hozirgi kunda. Unga endi kim javob berish kerak? Bunga nima deb nima qilasiz? Qaraysiz. Mani o'ylantirib, mani juda ko'p tashvishga soladigan, to'g'risi sal unga hissiyotlarimga ta'sir qiladigan savol ham shuda. Haqiqatda bizda o'zbek mentalitetiga xos narsa shekillida, hurmat, kattaga hurmat, kichikka izzat deydi. Tilimizda ham shu narsa borda. Hamma nimalar davlat tilida yuritiladi deyilgan to'g'ri. Kerak bo'lsa boshqa tillarda, fransuz, ingliz, nemis tillarida yoki Xitoy boshqa tillarda yuritiladi. Umuman savdo sohasida ham boshqa qadoqlab chiqargan nimalarda. Lekin men o'zim ko'rib eshitganim, Xitoyga borsa yo Turkiyaga borsa, обязательно o'sha tilni bilish kerak. O'zbek tilida tagida izohi berilmaydi. Bizdagi menimcha eng katta nima ham kamchilik ham shu bo'lsa kerakda. Davlat tiliga e'tiborni nimasi ham davlatni hurmati, manfaatini o'sishi ham shu eng asosiy vazifalardan bittasi shu davlat tiliga hurmat deb o'ylayman. Mana shu hozirgi kunlarimizni o'tmishdagi qaysi yozuvchilar, klassik yozuvchilar haqida gap ketyapti. Qaysi yozuvchilarimiz, ikkinchidan lirik yozuvchilar bo'ladigan bo'lsak, qaysi lirik yozuvchilar qaysi asarda shu kunlarimizni haqida o'zini asarlarida, o'zini boshqa she'rlarida yoki hikoyalarida nima qilib ketgan, bir afsona qilib ta'riflab ketgan, orzu, niyat, ezgu niyat qilib ketgan. Orzu, niyat azaldan bo'lgan, hozir ham bo'ladi. Asosan jadidlar kurashganda bu hozirgi davrga keltirish uchun Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Usmon Nosir, Cho'lpon, Fitrat. Endi Boshqa savolim yo'q. Rahmat, Rustam aka, boshqa savol. Bitta narsa. Marhamat, kimda savol bor? Aytib o'tib ketmoqchi edim. Oybek aka, odam tilini yaxshi ko'rish kerak, bu anaqa, lekin bitta narsa. Konstitutsiyamizda belgilab qo'yilgan. Har kim tili, dini, e'tiqodidan qat'iy nazar biz O'zbekiston fuqarolari uchun teng. Masalan, tilni targ'ib qilish yoki talab qilish hech qachon boshqa tilli insonni kamsitish evaziga bo'lmasligi kerak. Shuning uchun davlat tili, rasmiy ish yuritish tili o'zbek tili. Lekin u fuqaroga sen uni bilishga majbursan, sen uni qilishing shart degan narsa bu konstitutsiya me'yorlariga zid keladi. Oybek aka. Assalomu alaykum Oybek aka, adashganmiz. Men Abdug'aniyev Oybek, vazirlikda korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'iman. So'zim boshida bitta joyini to'g'rilab ketaman, aybga buyurmaysiz. Haligi Alisher Navoiyni g'orazini yopqoch ko'zimdan deb boshlanuvchi g'azalni kim o'zining 12 ming baytli g'azallarini, yo'q 12 ming. Buni chiqqanda bir yana ko'rib olamiz. Mavlono Lutfiy. Jomiy emas. adashgandirman. Shuni endi uzr, to'g'rilab qo'yish vazifamizda. Endi hozir e'tibor indamay qo'ysak, qolib ketadi shunday. Sizga savol, mana Konstitutsiyada shunaqa qoida bor. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir degan. Shu qaysi moddasida? Agar adashmayotgan bo'lsam, 4-modda. Buni yoddan aytishingiz kerak edi. yo'q, hozir aytadimmi? 4-modda. Ya, uni birdan aytishingiz kerak edi. Mana ko'ryapsizmi? Vazir o'rinbosari yoddan aytyapti. Siz hech bo'lmaganda suhbatga kirayotgan odam, to'g'ri, biz sizdan qolgan moddalarni, o'sha 150 55 dan nechta moddani sizdan so'ramaymiz, biz ham aqlimiz bor. Lekin til bo'yicha suhbatga kirayotgan odam albatta hech bo'lmasa shu 4-moddani ko'rib olish kerak-da.
Iltimos, endi Mayli, birinchi moddani aytib bersin Oybek aka. Birinchi modda nimada? Ya endi qiynamang endi. Xo'p, mana Rustam Jo'rayevich yana bularni o'zlariga mos savol. Korrupsiya so'zining lug'aviy ma'nosini ayting. Pora bilan og'dirib olish, aynish, Siz chirish. mana shoshilmangda, to'liq javob bering. Korrupsiya so'zi mana so'zdan, falon so'zdan olingan bo'lib, o'zbek tilida falon ma'nolarni anglatadi desangiz, Korrupsiya so'zi lotin tilidan olingan bo'lib, lotincha Lotinchada korrupsiya so'zidan olingan korrupsiya so'zidan olingan bo'lib, pora bilan og'dirib olish, aynish, chirish degan ma'nolar beriladi. Nima bilmang. Shu javob berayotganda, shu to'liq javob bersangiz, biz ham xursand bo'lamizda. Siz Rahmat. salohiyatingizga shunga qarab turib baho beramiz. Bo'ldi, menda boshqa savol yo'q. Rahmat. Bo'ladi. Komissiya a'zolari savol bormi? O'shunchalik sizlar savollar yo'qmi boshqa? Savol yo'q. Oybek aka, ishtirok etganing uchun rahmat. Suhbat natijasi bo'yicha sizni shaxsiy profilingizga xabar beriladi. Katta rahmat sizga. Rahmat. Endi ma'lumot o'rnida bitta narsa aytib ketdi, bitta yozilganmi yo'qmi? Shu davlat tili bo'yicha maslahatchi lavozimida ishlaganman-da men. Endi qonun qoidalarni nimalarni yaxshi tushunaman. Komissiya a'zolariga e'tirozlaringiz, takliflaringiz yo'qmi? Sizga rahmat. Ko'rishib, tanishib, suhbatlashganimdan xursandman. Rahmat. Sog' Hurmatli komissiya a'zolari, ikkinchi nomzodimiz Ibragim Izzatbek To'lqin o'g'li 1994-yil Xorazm viloyatida tug'ilgan. Ma'lumoti oliy Urganch davlat universiteti hamda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya va tillarni o'qitish, fransuz tili, lingvistika, fransuz tili yo'nalishi bo'yicha tamomlagan. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar va protokol bo'limi bo'lim mudiri, bo'lim boshlig'i lavozimida ishlab kelmoqda. Izzatbek aka hozir vakansiya.uz platformasi orqali 5 ta tasodifiy savollar beriladi. 5 ta savolga ketma-ketda javob berasiz, yo bo'lmasa bilganingiz bo'yicha javob berasiz. O'shandan so'ng komissiya a'zolari tomonidan to'ldiruvchi savollar beriladi. Marhamat qilib savollarni. Birinchi savol, rasmiy hujjat turlarini sanab bering deyilgan. Rasmiy davlat tomonidan olib borilayotgan rasmiy hujjatlar bular farmoyish, qaror va farmonlar kiradi. Buyruqlar ham vazirlar, umuman vazirlik va tashkilotlar tomonidan olib boriladigan buyruqlar bular ichki rasmiy hujjatlar sirasiga kiradi. Ikkinchisi, davlat organlarida ish yuritish qaysi tilda olib borilishi shart. Albatta, bu O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi tomonidan belgilangan O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir degan 4-moddada va yurtimizda barcha vazirlik idoralarida rasmiy ish yuritish tili o'zbek tilidir, lekin zarurat bo'lgan holatlarda ichki buyruq, ichki nizom asosida ham qo'shimcha rus tili yoki qoraqalpoq tili va boshqa tillardan foydalanish mumkin. Uchinchisi, vazirlik tizimida davlat tilida ish yuritishni nazorat qilishni qanday yo'lga qo'yardingiz deb aytib o'tilgan. Albatta, vazirlik tizimida davlat tilida ish yuritish albatta ichki o'sha lavozim majburiyatlari bor. Shu asosda kelib chiqib O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi davlat tili to'g'risidagi qonun va boshqa tegishli hujjatlar asosida, shuningdek vazirlik faoliyati yuzasidan chiqarilgan qaror, farmon yoki bo'lmasa Vazirlar Mahkamasining farmoyishlari asosida tashkil qilgan bo'lardim. Shuningdek, va yangi innovatsion texnologiyalar kirib kelyapti, sun'iy intellekt kirib kelyapti va o'sha axborot texnologiyalari asosida tashkil qilgan bo'lar edim. Keyingi 4-savolimiz, xodimlarning davlat tili savodxonligini oshirish uchun qanday takliflaringiz bor? Bu yo'nalishda ham aytib o'tishimiz kerak.
O'zbekiston Respublikasida bugungi kunda o'sha vazirlik va idoralar umuman davlat muassasalarida tizimli o'sha davlat umuman savodxonlik bo'yicha tizimli ishlar olib borish bo'yicha alohida topshiriqlar bor. Buni amalga oshirish uchun albatta kitobxonlik bo'yicha har doim ishlashimiz kerak. Shuningdek, targ'ibot, tashviqot, mana buyuk allomalarimiz, ajdodlarimizning hayot yo'llari, ular tomonidan yaratilgan shu ilmiy ma'naviy meroslarni albatta o'sha biror bir tadbir ko'rinishida qilishimiz mumkin, ilmiy konferensiya qilishimiz mumkin. Shuningdek va boshqa targ'ibot, tashviqot ishlari asosida, shuningdek doimiy broshyura tarzida o'sha zamonaviy texnologiyalar asosida qisqa videoroliklar asosida o'sha Telegram kanallarda va boshqa platformalar asosida doimiy tarzda savodxonlikni oshirib borishimiz mumkin. Bugungi kunda buni imkoniyatlari keng desak mubolag'a bo'lmaydi. 5. Ruscha yoki inglizcha hujjatlarni davlat tiliga tarjima qilishda qanday muammolar uchraydi? Albatta, rus va ingliz tillarini bizlarga tarjima qilishda o'sha aynan so'zni ekvivalenti deymiz. So'zni to'g'ri keladigan ekvivalentni qo'llashda juda ko'plab muammolar kelib chiqishi mumkin. Yana bitta nimasi uslub jihatdan. Albatta, o'sha rus yoki ingliz tilida masalan ilmiy hujjatni biz badiiy uslubda tarjima qilib qo'ysak, albatta noto'g'ri bo'ladi. Rasmiy uslubda berilgan nimani biz ilmiy yo publisistik uslubda tarjima qilib qo'ysak, albatta bu noto'g'ri bo'ladi. Aynan uslubini aniqlab olishimiz kerak va uslub asosida biz tarjima qilsak, o'shanda bu to'g'ri bo'ladi. Shu oxirgi savolimiz shunday iborat. Ustoz aka. Ustoz Jo'rayevich. Menda savol bor. Shu birinchi savolda borki, to'liqroq javob bering. Bir-biridan farqlab. Misol kimni vakolatiga kiradi o'sha rasmiy hujjatlarni berish, qaysi organ, qaysi rahbarniki. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan prezident qarorlar, farmonlar chiqariladi. Vazirlar Mahkamasi tomonidan farmoyishlar, shuningdek yig'ilishi, bayonlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqariladi. Albatta endi bu qonun chiqaruvchi organ shu Oliy Majlis qonun chiqaruvchi. Albatta prezident qonunni chiqara olmaydi, lekin albatta kelishib tasdiqlab beradi, lekin albatta prezident tomonidan farmonlar chiqariladi. Qaror bilan farmonni farqini ayting qani? Farmoyish qanday holatda farmon, qanday holatda qaror, qanday holatda farmoyish bo'ladi? Albatta qarorlar asosan biror bir maqsadda biror bir vazirlik va idoralarning faoliyatini tashkil etish yoki umuman uni yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha, takomillashtirish bo'yicha chiqarilishi mumkin. Qarormi, farmon? Qaror. Farmonchi? Farmon albatta biror bir maqsadda masalan kimnidir lavozimga tayinlashda yoki kimdir mukofotlashda shu tarzda chiqarilishi mumkin farmonlarimiz. Bizni vazirligimiz farmon bilan tashkil topgan. Keyin yo'nalishlari Tashkiliy tuzilmasi qaror bilan tashkiliy tuzilma albatta qaror bilan tasdiqlanadi. Hozir adashtiryapsiz shuni. Farmoyishchi? Farmoyish Vazirlar Mahkamasi tomonidan chiqariladi farmoyishimiz. Prezident ham farmoyish. Viloyat hokimidan chiqaradimi yo'q farmoyish viloyat hokimi? Viloyat hokimliklari farmoyish chiqara olmaydi. U mumkin emas. Faqat nima chiqarishi mumkin? Senat. Administratsiya rahbarichi? Administratsiya rahbari farmoyish chiqara olmaydi. Faxriddin aka to'ldiring. Endi ko'p xato aytib ketyapti. Avvalambor assalomu alaykum Rustam aka, assalomu alaykum yig'ilish qatnashchilari. Oybekjon, hozir nima qildi? Izzatullo gapiryapsiz-ku, o'rnini almashtirib qo'yapsiz. Mana farmon, farmoyish, qaror deyapti.
Birinchi o'rinda farmon bilan farmoyishda farqi nima deyiladi? Farmoyish shunaqaki, normativ qonun hujjat bo'yicha bu bir marotaba tusga ega bo'lgan mazmundagi nimalar, ko'rsatmalar, bu farmoyish. Misol uchun, mana aytaylik, shanba kuni butun respublika bo'yicha shanbalik o'tkazish yoki bo'lmasa qaysi bir ko'kalamzorlashtirish bo'yicha farmoyishda chiqadi. U bir marta xususiyatga ega bo'ladi. Mana tushunyapsizmi? Bir marta xususiyat. To'g'ri aytasiz. Shanbalik o'tkazish yoki bo'lmasa qandaydir bir tadbirda o'tkazish uchun chora tadbir bo'ladigan narsa bu farmoyish. O'sha chiqdimi, tamom, bu o'sha joyda o'sha xususiyatga ega bo'ladi va o'shani ijrosi bo'ladi. Endi farmon bilan qaror farqi nima deyilyapti? Farmon, mana Rustam aka, agar ruxsat bersa yana davom etaman. Bu yerda shunaqaki, bizning normativ qonun hujjatlarida farmon birinchi o'rinda chiqib kelayotgan, mana misol uchun aytaylik, bir qaysi bir vazirlik yoki bo'lmasa qaysi bir tizimni tashkil qilish bo'yicha birinchi sodda qilib aytganda birinchi bosiladigan qadam bu farmon hisoblanadi. Farmon bilan belgilanib, taqsimlanib bo'lgandan keyin uni mustahkamlab, uni ijrosini qilish bo'yicha qaror chiqadi. Qarorda qaysi bir nima tizim, qaysi bir-biriga bo'ysunish to'g'risida aniq konkret belgilanib ketadi. Tamom, mana shu ko'rinishda bo'ladi deb tochka qo'yiladi. Mana farmoyish, qarorning farqi biz yuridik nimada, aka, atamada shulardan iborat bo'ladi. Rustam aka? Xuddi shunday farmoyishimiz biror bir maqsadda biror bir yirik tadbirlarimizni o'tkazadigan bo'lsak ham, albatta farmoyish chiqadi Vazirlar Mahkamasiga. Administratsiya rahbari farmoyish chiqaradimi, yo'qmi degan savolimga nima javob berdingiz? Administratsiya rahbari ham farmoyish chiqarishi mumkin. Boya yo'q dedingiz. Shunaqa. Marhamat. Hokim men chiqargan. Savol bor. Oybek aka, siz boshlab bering, boya savolingizni beringchi. Xo'p, Izzatullo, men ismim Oybek, shu vazirlikda korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'iman. Mana bugun siz suhbatga keldingiz. Birinchi savolim quyidagidan iborat. O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir degan norma bor konstitutsiyamizda. Shu qaysi moddasida belgilangan shu? 4-moddasida. Xo'p, rahmat. Birinchi moddasini ham bilasizmi? O'zbekiston suveren demokratik respublikadir. Avvalgi tahrirda shunaqa. Avvalgi- ha, shu. Yangisi bo'yicha aytingchi. Yangisida O'zbekiston. Ha, qanaqa o'zgarish kiritildi O'zbekiston? Mayli, yoddan aytmasangiz ham o'zgarishini aytingchi, qanaqa xususiyatlar qo'shildi? Nima qo'shildi birinchi moddaga? O'zbekistonni tavsiflaydigan. O'zbekiston suveren, demokratik, qanday davlat? O'zbekiston huquqiy, demokratik, erkin. Ya, endi javob badiylashtiringda. Men buni anglashim. O'zbekiston albatta hozirgi kunda siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, albatta O'zbekiston suveren, demokratik, dunyoviy davlat. Huquqiy, ijtimoiy, dunyoviy davlat. Siz to'g'ri bo'ladi. Xo'p, mana endi o'zim yo'nalishimdan kelib chiqaman. Korrupsiya so'zi. Korrupsiya so'zining lug'aviy ma'nosi nima? Bilasizmi? Korrupsiya degan endi lug'aviy ma'nosini unchalik nima qilmadik, lekin albatta Korrupsiya so'zi lotincha korruptio so'zidan olingan bo'lib, o'zbek tilida chirish, zanglash, ich-ichidan yemirisish, pora evaziga sotib olish degan ma'noni bildiradi. Endi bitta lirik chekinishli savol bo'ladi sizga. Ona tilim sen borsan shaksiz degan she'r bor, bilasizmi? Muallif kim buni? muallifi Ming yillar kim bulbul kalomi, o'zgarmaydi yaxlit hamisha, ammo sho'rlik to'tining holi o'zgalarga taqlid hamisha. Ona tilim sen borsan shaksiz, bulbul kuyin she'rga solaman. Sen yo'qolgan kuning shubhasiz, men ham to'ti bo'lib qolaman degan bitta juda ham mashhur she'r bor-da. Kim shuni muallif? Erkin Vohidov. O'zbekiston qahramoni Abdulla Aripov. Abdulla Aripov. Abdulla Aripov. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasining Asos muallifi Abdulla Aripov. Abdulla Aripov. Rahmat. Sal doiradan ham tashqariga chiqishni o'rganingda, Albatta. faqat u
til bo'yicha maslahatchi degani faqat tilni bilish kerak degani emas. Sal atrofda ham qamrab olish kerak. Siz teng bo'lib bu yo'nalishda berayotgan savollarimiz siz uchun qiyinchilik tug'dirmasligi kerak. Ijod qilasizmi, ijod? Shuni ayting-da. Yo'q, ko'proq endi men xorijiy til bo'yicha she'rlar, boshqalar xorijiy til bo'yicha ijodlarimiz bor. O'shani yodlab, Xorijiy til fransuz, bo'yicha. xorijiy til, fransuz tili bo'yicha asosan. Davlatda, bitta millatda Mhm. bo'linga nimasi bor, bo'lim, klassika bo'limi deydi. Mhm. Keyin zamonaviy mana hozir bunday lirik. Klassika bilan lirikani farqi nima? Hozir Endi lirika albatta she'riy tarzda, klassika u roman va boshqa nimalarda ijod qiladi. klassik yozuvchilarni gapini ber. Ular aniqlik yozuvchilarni bor. Klassik yozuvchi. Klassik. Bu fikrda ham bor mana. Bu hamma davlatda bor. Klassik yozuvchi. Klassika va albatta an'anaviy uslubda yozadigan yozuvchilar. Klassika mumtoz. Mumtoz albatta. Savollar yo'q, rahmat. Savolim Xo'p, Izzatbek, mana sizda 3-chi, 4-chi savolga javoblaringizdan kelib chiqib bitta narsani aniqroq so'ramoqchi edim. Mana misol, deylik biz sizni ishga oldik, siz maslahatchi bo'lib ishlayapsiz. Bizda ayrim xodimlar bor. Masalan, har doim masalan deylik bitta ikkita so'zda doim xato yozadi. Misol deylikda. Masalan, kimdir yozadi oktyabr, kimdir yozadi oktabr deb turib. Kimdir yozadi irrigatsiya deb, kimdir irrigatsiya deb. Misolda endi har doim uni shuni nima qilish kerak masalan shuni? Qo'llanma qilib hammani xodimlarga shu bo'limlar kesimida tarqatib qo'yishimiz kerak va boyagidek hozir hamma qo'lida telefon borda, telefonda shuni maxsus rolik qilib turib, shuni qanaqa foydalanadi? Masalan, ulidan irrigatsiya so'zi oladigan bo'lsak, u kiril alfa T bilan yozilsa, bu yoqda ham ulli bo'lib, ullidan keyin undosh bo'lib kelgan holatlarimiz bor unda. Irrigatsiya. Ayrimlar adashib qo'yadi, S bilan yozib qo'yadi. Albatta bu S'dan oldin T turishi kerak bo'lgan holatlarimiz bor. Irrigatsiya. Va undoshdan keyin kelgan holatlarda S'ni o'zi alohida yoziladi. Ullidan keyin kelgan holatda T bilan yoziladi. Birinchi o'rinda monitoring qilish kerak. Ya'ni qabul qilinayotgan hujjatlarni tahlil qilish kerak va ikkinchisi o'sha aniqlab, o'sha tizimli xatolarni siz aytgandek qo'llanmalar qilish kerak. Oddiy uni kitob chiqarish shart emas, o'zimiz qilib, PDF qilib, misol siz aytgandek Telegramlardan tarqatsak bo'ladi va eng asosiysi o'qitish kerak. Va seminarlar o'qitish, bitta qisqa bitta so'z bilan aytganda o'qitish kerak. O'qitish kerak. Odamlarni shunga misol uchun tizimli bo'layotgan anaqalarni, bo'layotgan o'zgarishlarni tahlil qilib, o'shaning natijalari bo'yicha o'qishlar olib borsa, odamlar savodxonligi oshadi. Albatta. Jonibek, kimda savol bor? Rustam Jo'rayevich? Nimaga? Bizda savol qolmadi. Aha. Menda savol yo'q boshqa. Izzatbek aka, ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Komissiya a'zolariga e'tirozlaringiz, takliflaringiz bormi? Yo'q, takliflar. Bo'lmasam, suhbat natijasi bo'yicha siz shaxsiy profilingizga natijasi yuboriladi. Ishtirok etganingiz uchun katta rahmat. Rahmat.